navbatdagi diskamizni boshlaymiz. Buni ozgina восьмеркасы bor, oyoq tomonda. O'rtalari ham qiyshiq, ichkarisidan o'zining qiyshig'i bor. Hozir mana shuni ishni boshlaymiz. Razmer 21, adashmasam Mercy yo BMW da bo'lgan bu. Nima deb o'ylaysiz? Qay darajada zo'r chiqadi ishimiz? Fikringizni kommentariyada qoldiring. Men ishimni boshlayman. Diskamizning 50% ishi bo'ldi. Mana bu tilla rang o'zining rangi. Demak, diskamiz krashlan ekan. Endi diskamizga yana ozgina mehr bersak, qolgan joylari ham yana ham chiroyli holatga keladi. Hozircha biron joyi singani ham yo'q, yorilgani ham yo'q. Diskamizning holatiga o'zlaringiz bitta baho berib qo'yasizlar. Biron joyi sinmadi, chiroyli holatga keldi. Rangini o'zlari toshganda qilar ekanlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska esdan chiqmasin do'stlar. Ana gruz ham ko'p so'ramaydi. 15-25.